Bu masalani biz chuqurroq tushunishimiz kerak. Hokimlarni hududlarda birovning uyiga kirib halovatini buzishi bu shunchaki epizod. Lekin biz qanday qilib bu holatga kelib qolganligimizni va nima sababdan bu narsa o'zi borligini tushunishimiz kerak. Chunki bu narsa ta'lim tizimida ham, sog'liq saqlash tizimida ham va barcha tizimlarda bor. Buyruq berildi, tamom, to'g'ri, noto'g'ri, odamlar qiynaladimi, qiynalmaydimi, bajar. Bu narsani tushunishimiz uchun O'zbekistonning oxirgi 100 yillik tarixiga qarasak, oxirgi 30 yillik inobatga olmasa, biz 70 yil davomida mustamlaka bo'lganmiz. Moskvadan buyruq kelgan, bu fikr noto'g'ri, bu fikrni mana bunaqaroq qilishimiz kerak yoki bu fikrni mana bu joyini inobatga olishimiz kerak degan rahbarlar sirraz ishdan olingan. Qamalgan, surgun qilingan, xiyonatda ayblangan, lekin u xiyonat xalqqa nisbatan bo'lmagan, Moskvaga nisbatan bo'lgan. Va xalq ichida fikrlay oladigan